Qaynonangiz sizni o'siningizdan ajratib, har bir qilgan ishingizdan kamchilik topadi. Buni yuzingizga soladi va hattoki eringizga gap o'rgatib, ketingizdan fitnalar qiladi. Nima qilish kerak? Bu jarayonni aynan qanday harakatlar qilsak, aniq yechimlarga borib, oilamizni saqlab qolib, erimiz bilan munosabatlarimizda zo'r holatni saqlab qolgan bo'lamiz. Diqqat qiling, bu videoni oxirigacha ko'ring, agar sizda ham ushbu muammolar bo'lsa. Nimaga qaynonamiz bitta keliniga boshqacha, bitta keliniga esa boshqacha munosabatda bo'ladi? Bu jarayonda nimalarni tushunish kerak? Nega bir inson ikkita kelinga ikki xil munosabatda? Muslimam asabiylashishga, o'zingizni yerga urilganlik hissiga o'tishdan shoshmang, to'xtang. Men sizga avval hammasini tushuntirib beray, keyin xulosa qilasiz. To'g'ri, bitta inson ikkita kelinga ikki xil munosabatda bo'lishi mumkin. Bu ikkita kelinda ham ikki xil bolalik travmasi, ikkita oiladan tarbiya topib chiqqanligi va ikki xil muhitning mevasi ekanligi. Keling, men sizga bir nechta savollar beraman. Avval savollarimga javob bering. Sizni o'siningiz bilan xarakteringiz bir xilmi? O'siningiz bilan o'zingizni yaxshi ko'rishingiz bir xilmi? O'siningiz bilan jarayonlarga munosabatingiz bir xilmi? Ya'ni, misol uchun uyda yig'in bo'lsa, mehmonlar kelsa, posudalar yuvilmasdan, yig'ilmasdan qolsa, siz yuragingiz siqilib, agar uy toza turmasa, uxlolmasdan tozalik jinnisiga aylanganingiz kabi, o'siningiz ham xuddi shundaymi? O'siningiz siz kabi eriga uydagi hamma muammolarni u charchab kelgan paytda aytadimi? O'siningiz eridan o'ziga ayamasdan, qizg'onmasdan, iymanmasdan, achinmasdan eriga pul oladimi? O'siningiz o'zini dam olish soatlariga e'tiborli bo'ladimi? Ko'ryapsizmi? Javoblar har xil. Tabiiyki, bir insonni, bir jarayonga fikrlari har xil bo'lgach, u o'sha jarayonda turli xil munosabatlar ko'radi. Sizni qaynonangiz qul kabi ko'rib, har bitta ishingizdan kamchilik topishi sizga nimani eslatyapti? Bir yodga oling. Yoshligingizda qilinmagan ishlar uchun onangizdan eshitgan gaplaringiz ko'z oldingizga kelmayaptimi? Yoki yoshligingizda bu jon va uyning kattalari erga tegsang, ertaga ering yoki eringning onasi senga toqat qilmaydi. Mana bu ishni qilib bilmaganing uchun seni haydaydi degan gaplarini eshitmaganmisiz? Yoki uyingizda sen dangasasan, sen katta qiz bo'lding, qachon bir ish eplaydigan bo'lasan degan ayblovlar tagida qolib ketmaganmisiz? Yoki sizni onangiz ham xuddi siz kabi qaynona kelin programmasida abuser qaynona bilan munosabat qurganmi? Unda sekin xulosa qilamiz. Demak, sizni qaynonangiz sizga turlicha munosabatda bo'lishi bu sizning va o'siningizning turli bolalik travmalari va turli o'ziga bo'lgan munosabatlari yig'indisi ekan. Yo'qsa, bir inson ikkita insonga turli munosabatda bo'lmas edi. Bir o'tirib savollarimga javob bering. O'zingizni nimalarda aybdor va majburman deb hisoblaysiz? Misol uchun boyaga misollab kelamiz. Uyda yig'ilmagan, yuvilmagan idish-tovoqlarni ko'rganda, "Voy, qiz bola, kelin bor uyga o'xshamayapti, yig'ilmagan posudalar qolyapti" deb siqilyapsiz, to'g'rimi? Lekin o'siningizchi? U bu jarayonda "Men charchadim, ertaga ham qilishim mumkin" deb erkinlik, sokinlik, o'ziga qarab, o'zining jon haqqini berib, eriga energichnik ko'rinish uchun o'zini bo'lar bo'lmas energiyasini hamma joyga sarflamayapti-yu. Demak, toki siz o'zingizni ongingizdagi majburiyatlarni to'g'rilamas ekansiz, qaynonangiz sizni quldek ko'rishni to'xtatmaydi. Va eng yomoni, siz qancha ko'p me'yoridan ortiq o'zingizni yerga ursangiz, joningizni qiynasangiz, atrofdagilar, jumladan eringiz ham yoningizni olmaydi. Qarabsizki, men bu uyga nega keldim? Kim uchun keldim? Kim uchun ota-onam uyini tashlab keldim? Ota-onam uyda och qolib ketuvmidim? Nega oilamni tashlab kelgan insonni meni himoya qila olmaydi deb yig'lashingizga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli birinchi navbatda o'zingiz, ongingizdagi ayollikka bo'lgan munosabatlar, bolalik travmangiz, samatsinkangiz, majburiyatlaringizni ishlab chiqishingiz kerak. Xo'p, tushundim ustozam, lekin buni qanday qilib qilaman? Men bilmayman, menga o'rgating desangiz, keling, sizga va aynan qaynonasi tomonidan ezilgan kelinlarimizga yoki oilasini saqlab qolib, eri bilan munosabatlarni to'g'rilamoqchi bo'lgan kelinlarimizga, baqirmaslikni, farzandlariga baqirmasdan tarbiya berishni istagan kelinlarimizga
men hammanglarga bitta qilib ilm bersam, yechim bersam, nima deysiz? Muslimam aynan sizdagi barcha muammolarga bitta kursda yechim berganman. Sevimli ayol kursini sizni qaynonangiz, eringiz, farzandingiz, pul bilan hayotingizdagi muammolar, qarzlar, kreditlar va hattoki amallaringizda qattiq tura olmasdan qalbingizdagi xotirjamsizlikni yo'qotishga yechim bera oladi. Chunki bu kurs sizni hayotingizdagi barcha muammolarni o'z ichiga qamrab olgan. Shu paytgacha mingga yaqin muslimalarim o'qib, zo'r natijaga erishgan kursimiz sizga ham taklif va tavsiya qila olaman. Chunki siz kursimda shunchaki motivatsion gaplar emas, nega, nima uchun, qanday qil va nima qilsak zo'r bo'ladi kabi qadam va qadam yechimlarni olasiz. Muslimam, sevimli ayol kursi o'zimga psixologman kursidir. Siz o'zingizga, oilangizga, farzandlaringizga psixolog bo'lmoqchimisiz? Albatta mana shu kursda ishtirok etishingiz kerak. Sevimli ayol kursimda hozir juda katta chegirmalar ketyapti. Chegirmalarni qo'lga kiritish va sevimli ayol kursimda ishtirok etish uchun hoziroq izohlarda qoldirilgan havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Xavotirga hojat yo'q. Dunyoni istalgan nuqtasidan turib qatnashishingiz va zo'r natijalarga chiqishingiz mumkin. Kursda siz bilan ko'rishamiz.